Bugun sizlar bilan arab tilidagi halqumi tubidan chiqadigan ha harfi haqida gaplashamiz. Ya'ni ular arablardagi ha harfi halqumning tubidan, ya'ni halqumning quyi qismidan, tovush paychalaridan chiqadi. Bizdagi hech bir harf halqumning quyi qismi yoki tovush paychalaridan chiqmaganligi sabablisidan biz bu harfni talaffuz qilish jarayonida uning mahrajini aniq bilib oladigan bo'lsak, arab tilidagi halqumning tubidan chiqadigan ha harfini to'g'ri holatda talaffuz qilishimiz mumkin. Tovush paychalar ochiq holatda qolib ketyapti. Birinchi eshitgan kishi buni g'i harfi deb o'ylaydi. Ya'ni birinchi qilinadigan xatolardan bittasi mana shu bo'ladi. Siz kimdir bilan gaplashganingizda uning gapini tasdiqlamoqchi bo'lib, ha deysiz-u, o'sha holatdagi ha holatingiz arab tilidagi halqumli tubidan chiqadigan haga eng yaqin holat hisoblanadi. Mana shu holatdan saqlanib, ozgina eshitadigan bo'lsa, ko'proq qaytarib, tovush paychalarini his qilib qaytaradigan bo'lsak, bu harfni to'g'ri arabiy holatda chiqarishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Amin. Saud o'quv markazida 4 yildan beri arab tilini o'rgatib kelaman. Bugun sizlar bilan arab tilidagi halqumli tubidan chiqadigan ha harfi haqida gaplashamiz. Bu harfni ko'pchilik bizdagi yumshoq h ga o'xshatishadi, lekin bu harf bizdagi h harfidan ancha farq qiladi. Nimaga? Chunki bizdagi harfning mahraji arab tilidagi ha harfidan tubdan farq qiladi. Ya'ni ular arablardagi ha harfi halqumning tubidan, ya'ni halqumning quyi qismidan, tovush paychalaridan chiqadi. Bizdagi hech bir harf halqumning quyi qismi yoki tovush paychalaridan chiqmaganligi sabablisidan biz bu harfni talaffuz qilish jarayonida uning mahrajini aniq bilib oladigan bo'lsak, arab tilidagi halqumning tubidan chiqadigan ha harfini to'g'ri holatda talaffuz qilishimiz mumkin. Buning uchun nima qilishimiz kerak biz? Birinchi o'rinda bu harfning mahrajini bilib olishimiz kerak. Ya'ni bu harfning mahraji halqumning quyi qismi tovush paychalaridan chiqadi. Tovush paychalari qaysi tarafda? Ya'ni bizni o'pkamizga ketayotgan yo'lda darvoza bo'ladi. O'sha darvoza bir-biriga yaqinlashishi orqalisida tovush paychalarida tebranish hosil bo'ladi. Tebranish hosil bo'ladi. Shu tovush paychalar tebranishi natijasida ha harfi hosil bo'ladi. Ya'ni bu harfni ko'pchilik ahlu, ya'ni bizdagi h ga emas, arablardagi h ga emas, ya'ni o'rta h ga ham o'xshatmasdan chiqaradi. Bu narsa halqumning tubidan chiqmayapti. Tovush paychalar ochiq holatda qolib ketyapti. Tovush paychalar ochiq holatda qolib ketdi. Bu so'zning o'rtasida kelgan paytida ha harfini yo'q bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni biz bunda tovush paychalari bir-biriga juda ham yaqin bo'lib ketmasligi kerak yoki biz tovush paychalari bir-biridan uzoqlashib ham ketmasligi kerak. Ikkalasi bir-biriga o'rta holatda, ya'ni mam holatda qiladigan bo'lsak, bu hams harflarning holati bo'ladigan bo'lsa, bu jahr holati bo'lsa, ikkalasining oralig'ida bo'ladi. Negaki ikkalasi bir-biriga yaqinlashgan paytda mana shu ikkita tovush paychalar, ya'ni pardadan havo o'rtacha holatda o'tadi va o'sha pardada ozgina tebranish bo'ladi. Va biz uni ahlu, ya'ni birinchi eshitgan kishi buni g'i harfi deb o'ylaydi. Ya'ni g'i harfi halqumni yuqorisidan hosil bo'ladigan bo'lsa, bu halqumni tubidan, ya'ni tovush paychalariga havo tebranib chiqishi natijasida hosil bo'ladi. Ko'pchilik bu harfni halqumni o'rtasidan hosil qiladi, lekin tovush paychalar boya aytganimizdek ko'p ochilib qoladi va harf yo'q bo'lib qoladi. Birinchi qilinadigan xatolardan bittasi mana shu bo'ladi. Ikkinchi qilinadigan xatolardan bittasi arab tilidagi halqumni tubidan chiqadigan ha'ni halqumni o'rtasidan chiqadigan ha harfiga o'xshatib qo'yishadi. Ya'ni u halqumni o'rtasidan tog'ay bir-biriga yaqinlashishi natijasida, tomoq devorlarga yaqinlashishi natijasida hosil bo'ladi. Bu harfni yaqinlashgan paytida u sirg'algan holatda hosil bo'ladi. Ya'ni ha, hi, hu. Buni eng ko'p e'tibor beradigan jihatimiz mana shu haga ham o'xshatib qo'ymasligimiz kerak. Agarda halqumni tubidan chiqadigan ha'ni o'rtadan hosil qilib qo'yadigan bo'lsak, ma'nosini butkul boshqa tarafga o'zgartirib yuboradi. Misol uchun, halqumni tubidan chiqadigan ha bilan hal deganda, ya'ni mi so'roq yuklamasini beradigan bo'lsa, hal bo'ladigan bo'lsa, bu yechim degan ma'noni beradi. Ya'ni yechim degan ma'noni beradi. Agarda ikkalasi bir-biridan farq qilmaydigan bo'lsak, biz bularni bir-biridan ajratib olmaydigan bo'lsak, bu ma'nosi butkul holatda buzilib qolishi mumkin. Bu harfni chiqarish uchun eng oson usullardan bittasi, siz kimdir bilan gaplashganingizda uning gapini tasdiqlamoqchi bo'lib, ha deysiz-u, o'sha holatdagi ha holatingiz arab tilidagi halqumli tubidan chiqadigan haga eng yaqin holat hisoblanadi. Ya'ni kimdir bizni chaqirgan holatda yoki degan tirnagan holatda hosil qilmaymiz. Nima deymiz? Ha deymiz. Endi o'sha holatda faqatgina bizdan bitta narsa talab qilinadiki, havoni dimoqdan chiqarib qo'ymaslik.
Agar siz havoni dimog'dan chiqaradigan bo'lsangiz, bu g'unna holat qo'shilib qoladi va bu harf to'g'ri holatda hosil bo'lmaydi. Keling biz ko'rib chiqamiz. Endi bitta bu h ga fathani, kasroni, dommani qo'shib ko'ramiz va siz ham buni takrorlab ko'rasiz. Ya'ni sizni kimdir chaqirdi, o'sha paytda nima deysiz? Ha deysiz-u, o'shani qo'shib ko'ramiz. Ha, hi, hu holatda hosil bo'ladi. Biz ha, hi, hu qilib sirg'altirib ham yoki ho, hi, hu holatda, ya'ni tirnab ham hosil qilmasligimiz kerak. Faqatgina bizdan bitta e'tibor qilinadigan jihati tovush paychalarimizni qilib olishimiz kerak. Ya'ni tovush paychalar mana shu holatda ochilmagan, yopilmagan va o'rtacha holatni his qilib olishimiz kerak. Bu holat uchun biz arablardagi hamzani bilib olishimiz kerak. Hamza halqumni quyi qismidan, ya'ni bu ham haga mahrajdosh harf hisoblanadi. Shu sabablisdan ham biz buni birinchi o'rinda ro, yu, ro, yu degan paytimizda tovush paycha birdan yopildi. Ko'rdingizmi? Hech qanaqa havoni qo'yib yormayapti. O'sha paytda bizda birdan yopilib qolmasligi kerak. Ya'ni bir-biriga yaqinroq holatda bo'lib, tovush paychadan havo sirg'algan holatda chiqishi kerak. Bu harf agarda ochilib qoladigan bo'lsa, bu harf umuman yo'q bo'lib ketadi. To'g'ri, bu ha yoki ho harflariga ham o'xshamayapti, lekin bu o'zini mahrajidan ham chiqmayapti. Ko'pchilik, juda ko'pchilik qilinadigan xatolardan bittasi u ko'p ochiq bo'lib qoladi va so'zni oxirida, o'rtasida kelganda bu harf yo'q bo'lib qoladi. Mana shu holatdan saqlanib, ozgina eshitadigan bo'lsa, ko'proq qaytarib, tovush paychalarini his qilib qaytaradigan bo'lsak, bu harfni to'g'ri arabiy holatda chiqarishimiz mumkin. Bu harfni his qilish uchun birinchi navbatda tovush paychalarini his qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tovush paychalarimiz ochiq holatda ham, yopiq holatda ham bo'lib qolmasligi kerak. O'rtacharoq, ya'ni ikkalasi bir-biriga yaqinroq holatda bo'lishi kerak. Agarda ikkalasi ochiq bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'p ochilib ketadigan bo'lsa, to'g'ri, bu halqumni tubidan chiqadigan ha yoki ho harfi ham bo'lmaydi, lekin halqumni tubidan chiqadigan ha ham bo'lmaydi. Negaki? Chunki tovush paychalariga havo tegmasdan turib shundoq chiqib ketib qoladi. Agarda bu ikkalasi ochiq holatda bo'ladigan bo'lsa, bizdagi halqumni tubidan chiqadigan ha so'zni o'rtasida yoki so'zni oxirida kelganda yo'q bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun jahlu holatda bo'lib qoladi. Bizda bu harfda tovush paychalar yaqinlashib jahlu holatda hosil bo'lishi kerak. Yoki so'zni oxirida kelgan holatida ko'pchilik min qilib qo'yadi. Ya'ni tovush paycha ochilib qoldi va sizda deyarli ha harfini eshitmaysiz. Lekin siz min desangiz, ya'ni tovush paychalar bir-biriga yaqinlashadi va bu harf sizga yoki eshituvchiga bemalol haligi bilingan holatda, ya'ni arabiy holatda hosil bo'ladi. Halqumning tubidan chiqadigan ha harfini talaffuz qilaman. Siz ketimdan yaxshilab eshitib, qaytarishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, boshladik. Ha, hi, hu, ahlu, hada, ham, hal, huwa, amhilhum. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Arab tilini noldan offline o'rganmoqchi bo'lsangiz, Savod o'quv markaziga tashrif buyuring.